burunqi zamonda yap-yeshil o'tchib, büyük baraqsan daldirax va xushburaq gullar bilan to'lgan bir joy bor ekan. Atrofdan olqonchilik qumliq yoki toshliq topqili bo'lmaydi ekan. Hayvonlar bu joyni jannat makoni deb atishadi ekan. Zirabijan bilan Yilpizaxun ashu sehi tabiatning qo'ynida g'amsiz xushal-xuram yashab kelayotgan yaqin do'stlar ekan. Bir kuni ular odati bo'yicha dala saylisiga chiqibdi. Ular o'zlarining uyi, bolalari va ularning kelgusi to'g'risida paranglashib ketib, hech qachon uchratmagan bir qo'rqinchli manzilga duch kelibdi. Ular qarg'udak bo'lsa, atrofdagi dal-daraxtlar kesilgan, o't-cho'plar chaylangan ekan. Buni zodi kim qilgandi? Debdi Zirabijan ochiqini zo'rg'i besib. Bu heliq odam deb atiladigan maxluqlarning qilgan ishi bo'lsa kerak. Qarg'ana bu izlarga shularni kerak qiladi. Debdi Yilpizaxun yiroqqa suzilgan odam izlarini ko'rsatdi. Biz mushi iz bo'ylab yana boqaylik. Balkim odamlarning shuncha ko'p daraxtni zodi nimaga ishlatganligini bilib olamiz. Debdi Zirabijan. Ular odamlarning izini bo'ylab yurib ketibdi. Yo'lda ularga uzilib ketgan bir zanjir uchrabdi. Bu zanjirni cho'qim daraxt kesganlar tushirib qo'ygan gap. Debdi Yilpizaxun tishlarini o'chirildi. Ular meni berib cho'ng bir zavodning oldiga kelib qoldi. Heliqi iz udulmush zavodga kirib ketgan ekan. Yilpizaxun o'zini tuta olmay Zirabijonga: "Do'stim, meni mush yerda saqlab turgan. Men zavodga kirib haqiqiy ahvolni o'qib boqay. Hayal qilmay chiqaman. Tasodifiy chiqamay qolsam, udul berib o'rmon podshohiga xabar qilaman. Agar o'lib ketsam, bolalarimga qarab qo'yasan." Debdi Isada. Undaqda men jenim do'stim, sen cho'qim qaytib chiqa olaysan. Debdi Zirabijon ko'ngli g'amkin holda. Shunda qilib Yilpizaxun zavodga kirib ketibdi. Zirabijon uni saqlab turibdi. Bir chaqda Yilpizaxun taxtaydan birini tishlagan holda zavoddan chiqib ketdi. İkki do'st sog'-salomat ko'rishib ahvollashibdi. Aslida odamlar daraxtlarni kesib akilib, bu zavodda zinnat taxti va boshqa turmush lazimatlarini yasaydi-ki. Ular haqiqiy ahvolni bilgandan keyin bu ishni o'rmon podshohiga xabar qilishga mengibdi va barliq hayvonlarni to'plab o'rmonni jon tikib qo'g'dashni ko'ngliga pikibdi. Doying